Türkiye'nin paytaxtı Anqaraga joylashgan iqtisod va ijtimoiy tadqiqotlar markazining uyushtirishi bilan Xalqarалық Musulmon Xalqlar Birligining 27 navbatlik qurultiyi 2-3 dekabr kunlari İstanbuldagi Wow mehmonxonasining yig'in zalida o'tkazildi. Yig'in oxirida xulos dokulat e'lon qilingan bo'lib, doklatda Sharq Turkiston musulmonlariga qarata yurgizayotgan besim va inson qalbidan chiqqan qabih muomala qabul qilinmaydi deyildi. İslam dünyasının o'xshamagan joylardan kelgan siyosiy partiya raislari, ijtimoiy tashkilotlarning rahbarlari, parlament a'zolari, tadqiqotchilar va vakillarning qatnashishi bilan ochilgan bu yig'inga o'zgarish va almishlardagi yangi davr va islom dunyosi deb nom berilgan bo'lib, yig'inga iqtisod va ijtimoiy tadqiqotlar markazining raisi Rejadi Kotan va Saodat partiyasining raisi Mulla Karimulla ochilish nutqi so'zladi. Bu yig'inda asosliq islom dunyosining masalalari va musulmonlarning birligi to'g'risida muhokama va muzokara olib berildi. Shundaqla Moro, Falastin, Kashmir, Rohina, Sharq Turkiston masalalari o'tirib qo'yildi. Bu yig'inga Uyg'urga vakolatdan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatullo O'g'izxon taklif bilan qatnashib, Uyg'urlarning hozirgi ahvoli to'g'risida so'z qildi. Hidayatullo O'g'izxon Uyg'ur xalqining hozir yo'q bo'lish xavfiga duch kelayotganligi, Uyg'urlarning Xitoylarning jazo lagerida qiyin qistoqqa elinayotganligini bildirdi. Shundaqla islom dunyosini Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. On 4 noyabr Xitoy kommunistlarining Ma'rif va diniy ishlar idorasidan tashkillangan tekshirish guruhi Gansu Pyongyang shahridagi musulmonlarning arabcha o'rganish markazidagi o'qitish mazmuni, ta'sis qilingan darslik, o'quvchilar arxivi, mablag'ning kelish manbasi, o'qituvchilarning qurilmasi, maktab boshqarish harakatida qoidaga xilof og'ir masalalar bor ekan degan bahona bilan 17 dekabrdan burun maktabni taqqashni buyurdi. Bu maktab qurilgan 30 yildan buyon Xuyzu musulmonlarni o'qitishni asos qilgan. Pyongyang shaharlik Ma'rif va din ishlar idorasining bu o'qitirishi yerlik musulmon xalqining qattiq noroziligini qo'zg'agan. 800 o'quvchining o'qishsiz qolmasligi uchun necha minglagan xalq birlashma imzolab, amaliyotni chiqish qilib bir taraf qilishni talab qilgan. Sichuan Zhejiang noyisida bir avtomobil portlab, 17 odam yaralangan. Jinoyat gumondori texi tutilmagan. Portlash sababi tekshirilyapti. Naq maydonda shohid bo'g'uvchilarning oshkorlashicha, nohaqchilik delolarining ko'payishi bilan ziyonkashlikka uchirganlarning o'zining hukumatga bo'lgan qattiq noroziligini bildirish uchun bu voqeani sodir qilganligi ilgari surilmoqda. İkinci növbətlik insanlarning gen tayyorlash xalqaro boshliqlar yig'ini 27 noyabr Hong Kong universitetida ochildi. 28 noyabr gen tayyorlash jamoat fikri to'lqinda turayotgan He Changkoy naq maydonga kelib nutq so'zlab, ilm-fan sohasidagilarni texim hayron qoldirdi. Uning deyishicha, geni tayyorlangan ishki bu vaqtdan boshqa 8 er-xotin bu tadqiqotga qatnashgan bo'lib, bir jup er-xotin chekingan. Bu 7 jup er-xotinning erlari AIDS, ya'ni musbat virusi bilan yuqumlangan bo'lib, ayollari AIDS virusi, manfiy virusi bilan yuqumlangan ekan. Bulardan 31 dona urug'langan tuxum bola to'ralma holatiga kirgan. Xichenkoy bu tadqiqotning zarurligi va qimmati to'g'risida o'zini oqlagan bo'lsa-mu, yig'in raisi va tibbiy olimlarning birdek rad qilishiga uchrab, bu tadqiqotning hech qanday qimmati yo'qligi hamda bu bir ilmga mas'uliyatsizlik ekanligi qayd qilindi. Birleşme Agentliğinin xabardan qaraganda, Germaniya Kişilik Huquq Komissari Barbel Kopfler Uyg'ur elidagi lagerlarni ko'zdan kechirmoqchi bo'lib, Xitoy tarafga iltimos sungan. Biroq Xitoy kommunistlari uning talabini rad qilgan. Barbel Kopfler bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida, "Men Uyg'urlarga qilinayotgan muomala haqidagi xabarlarni ko'rib cho'chib ketdim. Men u yerdagi ahvollarni bevosita holda ko'rishni orzu qilgan edim. Biroq men Xinjiangni ziyorat qilish talabini yana davomlashtiraman" degan. Kopfler xonim muxbirlar qilgan so'zida Xitoydagi bag'ancha nacharlashib mengayotgan kishilik huquq vaziyatidan qattiq andisha his qilayotganligini ifoda qilib, buni to'sitishning birdan-bir yo'li Xitoy hukumatiga talablarimizni aniq o'tirg'a qo'yishdir degan.